chet elga qanday kelgansiz? Shu Peterga, Moskvaga nima bo'lgan? Qanday kelgansiz? Bir China bo'lgan o'zini yarasa. Opchi. Boshi Askardan jo'ramdan boshlanadi. Ozmoz o'zim tushkunlikka tushganman. O'zbekistonda pandemiya, bu yoqda ijod ketyapti. Syomkalar dahshat bosib turibdi. Kelib qaysi oylar edi? Sentyabr 14 bo'lsa, sentyabrdan xulasim oxirgi o'sha 2020 bo'ldi pandemiya. Biz 2019da 2020 iyunida tugaganda. 2018, 2017larda ijod boshlandi, 18lara qarab sal rivojlandi, 19lara kelib bu shunga 20'lardan shu pandemiyani girib kelishi, men undan to'xtamajakman, yana da rivojlanyapman, syomkalar, bular hamma narsa. Gelip xalq pandemiyada o'ldi bu. Hepsi o'ldi. Sakinlik. O'zbekiston o'ldi. Qarasang, sakin tun bo'ldi. Hech narsa, xalqda pul yo'q. Ijod qilaman desang, odamda o'zi yo'q. Orenda tortmayotir. Bola yo'q. Bolalarning sinasi tushib ketgan. Men rasxat qo'yaman. 30 kishilik to'ylar bo'lgan paytda. Men hamma xolasi sochini tuzatyapti. Soch oldirmoqqa odam qolmayapti. Bozorda 300 odam ham yo'q. Ularning oylik kreditini yetyapti. Xulosim o'zimizda ham mayda-chuyda o'tirish ba'zan ishlat ko'payib ketgan. Xulosim minus bo'lib ketganda, qarich. Shu bilan u bo'ldi, variant bo'ldi. Variantni o'ylab ko'rgan vaqtim, shu vaqt Askardan do'stim, Askar 503. Equinix. Kim tanisa? Equinix, daniylar. O'sha bilan uni o'sha paytda Lasettis bor edi, salon elinde oyoq chiqarib aynadan ko'rinlashib o'tiribmiz sarvardada. Gitdi, bu yerda sen rivojlanmaysan dedi. Bu yerda sen pulchilli bo'lolmaysan dedi. Shu vaqtda suhbatlashdik biz. Chiroyli suhbatlashdik. Shunda qisqa bo'lganda aytdi, "Git" dedi. Endi o'zimdan bor, o'zim dadam nechasi bilan dogorat qo'yibmiz, ya'ni gaplashib qo'yibmiz. Bo'ldi, ikkitaman u bo'ldi. Endi men tilni bilmayman unchalik. Tonish bilishim yo'q. Nega? Peterga, birinchi Sankt-Peterburg. So'raganmiz 2021da sentyabrda. Shu sohaga sartaroshlik men dokumentlarni tahlil etib, to'g'ri, cheris boshda bir nani gaplashdik, u unchalik o'xshamadi. Keyin shu Veteranov kelganman. Rustam do'stimizni narsani sartaroshxonasini, parikmakerskaya. Az barbershop endi u. Barber City bo'lgan. Xulosim sho'ra ishga kelib, sho'da faoliyat yuritib, 1,5 yil sho'da ishlaymiz. Keyin Moskovskida ishlaymiz ozgina, keyin Krasnoselda ishlaymiz, ish qilib, ish joyi oydim o'zgargan.